Men Salomat Aleksandrovna. Kommentariyingizda qoldirgan birinchi savolni o'qib bermoqchiman. Bu aynan doyaning o'zi yozib turibdi va maslahat so'rab turibdi. Hurmatli ayollarim, bitta katta xato qilmanglar. Bu xato nimaligini men sizlarga aytaman. Men Salomat Aleksandrovna. Assalomu alaykum. Va kecha aytganimizdek, sizlardan tushib kelayotgan savollarga barchasiga javob berishga tayyorman. Va bugun sizlar bilan birinchi savolimizga kelsak. Aynan bizani kommentariyimizda qoldirgan birinchi savolni o'qib bermoqchiman. Bu aynan doyaning o'zi yozib turibdi va maslahat so'rab turibdi. Meni kelinim qon guruhi rezus manfiy. Birinchi farzandini yaxshi tuqqan. Tug'di, ukolini olgan, ikkinchi homiladorlikda 20 haftaligida yana olgan. Lekin 35 haftaligida homilasi nobud bo'lgan. Uchinchi homiladorligi 21 haftasida titri chiqa boshlagan va bizning markazimizga tug'ishga, OPBga yotqizilishgan, davolangan. Shu oralikda kerakli barcha muolajalar qilingan. Doktorlar barcha maslahati shu kerakli muolajalar, lekin yana shu holat ro'y bergan. Ya'ni homilador ayol titri aniqlangandan keyin 3-chi homilasi nobud bo'lyapti. Birinchi farzandini tug'yapti, ikkinchi farzandi 35 haftaligida nobud bo'lyapti, uchinchi farzandi, ya'ni homilasi 21 haftaligida nobud bo'lyapti. Buning uchun hurmatli ayollarimiz, u rezus va qon guruhi nima ekanligini bilish kerak. Ya'ni har bir inson o'zini individual qon guruhga va rezusga ega. Bu degani nima? Qon guruhning bilamiz 4 ta guruhi bor. Bu birinchidan tortib 4-guruhgacha va yana bitta noyob oqsil aylanib yuradi organizmimizda. Bu ham individuallik beradi. Bu rezus deb aytilinadi. Rezus borlarda rezus musbat deb aytilinadi. Agarda shu rezus oqsili organizmda aniqlanmasa, bu ayolda rezus manfiy deb aytilinadi. Demak, 4 ta guruh va rezus manfiy va musbat bo'lishi mumkin. Misol uchun, mana shu ayolimiz, murojaat etgan ayolimizda misol tariqasida aytsak, ikkinchi guruh manfiy bo'lgan bo'lsa, birinchi farzandinda kamdan kam titr oshadi. Titr oshish degani nima degani? Hozir sizlarga ikki so'z bilan tushuntiraman. Homilador ayol homilasining qoni musbat bo'lsa, o'sha aytgan oqsil homilada aylanib yuradi va qandaydir jarayonlar natijasida platsenta yo'ldosh orqali ayolning qoniga o'sha oqsil o'tib ketadi. O'tib ketgandan keyin bu oqsil onaning, homilador ayolning uchun juda ham agressiv holatda, ya'ni u chujirodniy deb aytilinadi. Bu yot jism deb qabul qilinadi. O'sha yot jismni homilador ayolning organizmi chiqarib o'zini tozalashga harakat qilib boshlaydi. Bu degani o'sha yot jismning egasi kim? Homilami? O'sha homilaga nisbatan organizmda nima kurashish, uni organizmdan chiqarish yo'llari boshlanadi va natijasida homilador ayolda homila nobud bo'lishi va homila tushishi kuzatiladi. Rezus manfiy ayollarda shu narsa kuzatiladi. Ana endi bu narsani oldini olish, albatta, birinchi homiladorlikda yaxshi normal tug'ruqdan keyin albatta 72 soat ichida o'sha antidotini, ya'ni antirezus faktorini ayolga tug'ruqxonani o'zidayoq qilinib, keyin ularga uyga ruxsat beriladi. Ana ikkinchi homiladorlikda albatta rezus manfiy guruhdagi bo'lgan ayollar nima qilishi kerak? Tez o'zini rezusga mansub bo'lgan titri bormi yoki yo'qligi aniqlanishi. Titr normada 0, umuman aniqlanmasligi kerak. Titr aniqlandi degan o'sha homilaning oqsili odam organizmiga tushdi va onada unga nisbatan antitanalar, yot jismga nisbatan antitanalar ishlab chiqarildi. Natijasida titr oshib boshlaydi.
Titrni kategoriyalari juda ko'p. Qanchalik titr baland bo'lsa, shunchalik homilaga zaharli ta'sirini o'tkazadi. Buning uchun bu ayol nima qilishi kerak? Albatta, shifokor maslahatiga qarab titrni tekshiriladigan muddatlari bor, tekshirib turish kerak va eng asosiy doplerometriya. Ya'ni siz o'sha homilani ultra tovush tekshiruvda o'tkazganda albatta undagi tomirlaridagi aylanib turgan qon oqimi tekshiriladi, doplerografiya o'tkaziladi va asosiy 3 ta ko'rsatkich ko'riladi. Ularda eng muhimi SMA, ya'ni sredniy mozgovoy arteriya, homilani boshidagi o'rta joylashgan miya arteriyasidagi qon oqimi tekshiriladi. Mana shu doplerometriyadagi bo'lgan birinchi o'zgarish homilada eng yomon bo'lgan homila ichi anemiya, kuchli kamqonlik boshlanishining belgisi hisoblanadi. Chunki onaning o'tgan antitanalari yo'ldosh orqali bolaga o'tadi va boladagi qon hujayralarini yemirib boshlaydi. Yemirilishi natijasida homilada kuchli kamqonlik kuzatiladi va kamqonlik natijasida shish kuzalib boshlaydi va shishni kategoriyasiga qarab homilani keyin tezda nobud qilish ehtimolligi baland bo'ladi. Shuning uchun mana shu rezus manfiy bo'lgan homilador ayollarga albatta vaqtida tekshiruv o'tish va o'z muddatlarida doplerografiya o'tkazish va nima qilish kerak? Titrga qonni topshirib turishi kerak. Profilaktika juda ham to'g'ri, ya'ni oldini olish. Titrni paydo bo'lishidan oldini olish. Bu o'sha aytganingiz birinchi tug'ruqdan keyin 72 soatda o'shaning kerakli vaksinasini olish, homiladorlikda tekshiruv va faqat o'sha aytganda 28 haftada juda ham to'g'ri nima? Laboratoriyaga murojaat qilish. Hurmatli ayollarim, bitta katta xato qilmanglar. Bu xato nimaligini men sizlarga aytaman. Titr bor ayolga umuman antirezus vaksinasini qilish mumkin emas. Chunki homilador ayolga titri aniqlangan rezus manfiy ayolga aynan shu vaksina qilib qo'yilsa, bu yanada titrni oshirishga olib keladi va homilani tez nobud qilishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ehtimollikda o'sha murojaat qilgan homilador ayolimizda laboratoriyada balkim ложно отрицательный, ya'ni laboratoriyada titrni noto'g'ri javobi asosida antirezus qilingan bo'lsa, o'sha homilani tezda nobud qilishga olib kelgandir. Hozirgi kunda sizlarga juda ham bir faxr bilan aytishim mumkin, meditsinamiz, ya'ni tibbiyotimiz shu qadar rivojlanib ketgan. O'sha homilador ayolda, homilada kamqonlik kuzatilgan belgilar paydo bo'lgandek, ona qornida bolani gemoglobinini aniqlab, unga shu ona qornida bayti qon quyish muolajasi o'tkazilib kelyapti. Shuning uchun tezda sizda rezus manfiy ekanmi, hech qachon unutmangki, siz xavf guruhdasiz va albatta juda ham yaxshi mutaxassislarning ko'rigida, nazoratida bo'lishingiz kerak. Rahmat hammaga.